bemalol ishingizni qilavering. Bugun biz Yuraq. Senga muhtojman serialining 87-qismidagi voqealarni birgalikda tahlil qilamiz. Bu qismda shunday bir jarayon sodir bo'ldiki, oilaning ichida yashirin urush boshlandi. Ona o'z farzandlari tomonidan sinovga tortilayotganiga guvoh bo'ldik. Bu nafaqat ro'yxatdagi oddiy voqealar, balki onaning dilidagi yig'lab yotgan sirlar. Hikoyamiz shu yerda emas, balki ko'cha chetida, oshxonada, telefonning ikkinchi uchida qolishga majbur bo'lgan gaplarda. Vaqtinchalik xabarlar emas, balki yurakning urushi, qalbning urushi. Voqealar shunday burilish oldiki, endi hech narsa avvalgidek bo'lmaydi. Serial ichida birinchi uchrashuvda Mavlon akaning sovg'asi ayolga borib yetgan. Bu sovg'a emas edi, bu qasddan yuborilgan xabar edi. Mavlon aka bu sovg'a orqali o'z his-tuyg'ularini izhor qilmoqchi edi, lekin bu sovg'aning ortida yana bir ma'no bor edi. U ayolga sovg'a emasligini ko'rsatish uchun yuborilgan edi. Bu oddiy sovg'a emas, balki qalbning jarchisi edi. Onaning qalbida 12 yil oldin vafot etgan erining sog'inchi yotadi. O'sha 12 yil davomida u yolg'izlikka ko'nikishga urindi, lekin yurakning yarasi hech qachon bitmaydi. O'g'illari katta bo'libdi, lekin o'g'il bo'lish onaning yolg'izligini bosa olmaydi. Bir ayol kishiga keksa yoshida suyanchi kerak. Shu oddiy haqiqatni tushunishmayapti o'g'illari. Shahbozning oyi hech qachon erga tegmaydilar degan gapida nafaqat qat'iyat, balki o'z ona huquqi ustidan egalik qilish istagi bor. Shahboz o'zini qoniqarsiz o'g'il sifatida ko'rmoqda. Uning onasi boshqa erkakka mehr qo'yishi, unga o'zga odamga sovg'a berilgandek tuyulmoqda. Shahboz keksa onasini qo'lidan kelgancha himoya qilishni istaydi, lekin bu himoya onaning baxtini cheklashga aylanib bormoqda. Onaning qarorini u hurmat qilmaydi. Bu o'g'ilning xatoligi qaysarligi emas, balki o'ziga bo'lgan ishonchsizlikdir. Onaning ozodligiga nifoq emas, balki o'z qo'rquviga qarshi kurash. Shahboz singlisi Zamirani bolalarsiz ko'rish uchun keladi, lekin fuqaroning yuragi allaqachon ezilgan. Zamiraning shaharda edim degan oliyjanob so'zi eshitiladi, lekin bu so'zning ortida achchiq haqiqat bor. Chunki Zamira otasidan dehshatli tarzda qochib ketgan edi. Endi bolalar esa otam degan so'zga ko'ngli moyil emas. Bolaning qalbi sof oyna. Mohira otasini ko'rishni istamadi. Kamron esa dadamni sog'indim deb qoldi. Otaning gunohi bolalarda emas, ammo bolaning yuragi dadaga borishga tayyorlanmagan. Otaning aybi shu, u farzandlarini mehrdan mahrum qilishga majbur bo'ldi. Poldaviy qism. Shahbozning qaynonasi o'rtaga tushgan payt. Shahboz qaynonasini xafa qilmaslik uchun og'zini yumdi, lekin ichi g'azabga to'ldi. O'g'il onasining roziligi yo'qligini tan oldi. Bu qadam hurmat bilan emas, balki qo'rquv bilan qo'yildi. Shahboz o'zida yuqori turishni ko'rmoqda, lekin o'g'il ekan, onaning quvonchi bilan emas, onaning baxti bilan o'lchash kerak. Mashina buzilishi, Ramazonning azoblari. Ramazon mashinasini buzgan. Bu uning psixikasini buzayotganining ramzi. Kelin mashinachini chaqirsa, lekin kelinning o'zi yoran bilan emas, opasining ma'sum bilan keta olmaydi. Erning xotini oilaning asosiy qismi. Opa o'z fikrini yashirmadi. Kelindan o'ch olish niyati yo'q. Lekin Daryo bo'lgan fuqaroning moliyaviy holati onaning kundalik parchalari yordamida tushunildi. Daryo mashina uchun pul berdi. Daryo otaning yuragini bermoqda. Bu otalik emas, bu sotib olingan kechirim. Qarzdor ota o'g'lining moliyaviy ulushini cheklashni emas, balki o'g'lining moliyaviy shikastlanishini ko'rish uchun Daryoga borayotganini tushunmoqda. Ona oshxonada somsa pishirayotgan oddiy kechki payt. Gazsiz pishirilgan somsa hayot ramzi. Ona shunday bir bahaybat chegarada turibdi. 60 yoshda er olsa nima bo'ladi? 60 yoshda er olmasa nima bo'ladi? Onaning mehrga ehtiyoji bu nikohning jasorati emas, balki mehrning o'zi. U er istaydi, suhbatdosh istaydi. Somsa pishirish paytida uning ko'z oldida o'tmish va kelajak o'rtasidagi kurash davom etmoqda. Mashina buzilishi bilan opaga taksiga tushish kerak bo'ldi. Kelin borishdan bosh tortgan. Kelinning o'zi charchoq edi. Opa doimo parfyum sepib, tavba qilishni talab qildi. Parfyum sepish ortida kelinning aybini yuvish niyatini ko'ramiz. Opaga ko'ra, kelin shaharda erning yaqinida yuribdi. Bu kelin va opasi o'rtasidagi ziddiyatning eng aniq ko'rinishi. Zamira kelinlarni opasi bilan uchrashganda alohida ahamiyatga ega.
Zamira gullagan uyga kira solib, ota bilan yashash qiyinligini emas, balki o'z pokiza o'zligini ko'rsatdi. Lekin Zamira kelin bo'lish emaslik haqida qaror chiqargan. Zamira erining moliyaviy qiyinchiligini yashirish uchun erining aybini o'z ustiga oldi. Zamira otasiz omad qilmaydi, baland qatorda egri bo'lmaydi, ammo eriga dushman emas. Onaning hovli oldida oilaviy joy, bo'lajak oila. O'g'illari bir-birlari bilan gaplashmagani natijasida hovli arzon sotiladi. Ona yangi uy olmoqchi, ammo farzandlarning janjali tufayli uy sotib olish to'xtab qolgan. Endi simvolik tahlilga o'tamiz. Ramazon mashinasini ishlata olmayapti. Bu uning ichki moliyaviy va hissiy holatining buzilishidir. Ramazon oilasi uchun mashina sotib oldi, lekin oilaviy farovonlik buzildi. Mashina hayot ramzi, shuning uchun ham Ramazon mashinachini chaqiradi. Lekin kelin mashinachidan qo'rqadi. Mashinachi esa kelinning aybi emas, balki Ramazonning o'ziga o'zi zarar. Ramazon yomon emas, u ezilgan. Uyga mehmonlar kelganda uqalashish an'anasi Ramazonning oilasida ham bor. Uy bor, lekin oila yo'q. Mehmonlar kelganda Ramazon uyini ko'zdan kechiradi, lekin oilaviy ziddiyatlarni ko'rmaydi. Ramazonga uy emas, oila, birdamlik kerak. Uy bu buyruq, oila bu muhabbat. Ramazon muhabbat yo'qligidan azob chekmoqda. Oilaning asl ziddiyati homilador bo'lgan kelin oldida Ramazon xotinini majbur. Lekin Ramazon xotini homilador bo'lgan Zulfiya muammosi hal qilinmagan holda Ramazon shunchaki to'y haqida o'ylayotgan bo'lsa, Ramazon psixikasiga ham alohida zarba beradi. Ramazonning psixikasi buziladi, moliyaviy holat ham buziladi. Ramazon o'zini qiyin ahvolga solgan. Farzandlar endi ota-onaning baxti haqida qaror chiqarayotgani bu oilaning o'zgaruvchan ko'rinishi. Shahboz rozi bo'lmasa-da, Shahboz qo'rqib, baxtli bo'lsangiz deganda miyasi chalkashib, singlisining baxtini ko'ra olmaydi. Shahbozning mo'maqaldiroq bo'lishi shunda emas. Shahboz onasiga Ramazonning gilamini berish haqida emas. Shahboz qaynonasining nikohini olish xususida emas. Shahboz onasining mehr ehtiyojini inkor etadi va bu eng qiyin joy. Shahboz qonunlari o'zgartirilishi kerak. Ona Dilshodaning psixologik holati, uning baxtli bo'lmasligi emas, onasining moliyaviy ko'rinishi emas, Daryo singlisining aybi emas. Aslida Ramazonning qarindoshi sifatida onasiga qaraydi. Daryo ehtimol onasi bilan doimo mening aybim degan aybni o'z ichiga oladi. Ramazon ham o'g'lini ziyon etkazgan. Telefon qo'lida bo'lsa, munosabatlar uzoqdan boshqariladi. Shahboz Daryoni yo'qligida telefondan yomon gap qiladi. Bu holat ko'p jihatdan qatnashuv telefondir. Telefon orqali aytgan gaplar iliq bo'lmaydi. Onaning moliyaviy muammosi ko'p yillar avval yopilgan shikoyatlar orqali yuzaga keladi. Farzandlar kasal otaga emas, kasal onaning haqqiga ishonmaydi. Farzandlarning manfaatlari o'zaro zid. Shahboz onasini hech qachon uzatmayman der. Daryo o'z turmushini tiklashga harakat qiladi. O'g'illarning psixologik holati hamkorlik qilmaydi. Shahboz va Daryo bir-biriga haq demaydi. Endi otaning gunohi oilaviy ko'rinishda. Ona esa hayot chegarasida. Yashash uchun suyanch kerak. Yashash bu Yashash bu suhbatdosh. Ona barcha ishlarni adolat bilan qilmoqchi, lekin adolat bilan ko'p narsa qilmaydi. Onaning liberal yondoshuvi farzandlari uchun qiyin. Muhimi shu halqa yopildi. Ona uchun istash bu fuqaroning emas, balki qiymatli hayot izhori. Qo'shniga shunda uyatsiz deyish bu qiyin. Lekin 60 yoshda uy yuritish bu qiyin. Onaning uzatilishi bu fuqaroning aybi emas. Keyingi qismlarda Daryo haqiqatni biladi, Shahboz haqiqatni biladi. Ana endi bugungi qismdan olingan belgilarga asoslanib oldindan aytib beramiz. Birinchidan, Ramazonning tashrifi Ramazonga ota, Shahboz va Daryo. Bu Ramazon aniq biladi, lekin Shahboz alohida ajablanadi. Shahboz otaga tinch demaydi. Shahboz onaga qaytadan uyat deydi. Shahboz va Daryo o'rtasida yangi kelishmovchilik paydo bo'ladi.
Shahbozning qat'iyati daryoni g'azablantiradi. Daryoning jahldorchiligi esa Shahbozni xafa qiladi. Kelajakda Shahbozning qarindoshlari Shahbozga aldashing demaydi, balki Shahboz ham o'z aybini onasidan olishga urinib ko'radi. Onasi bilan jang qilsa yomon ko'radi. Lekin urush jang emas, balki ehtiros. Ikkinchidan, onaning bilan ko'rishishi. Ona qiynalib, lekin tasodifan ko'rishadi. Yaxshi munosabatlar o'rnatilishi kerak, lekin bolalar aralashuvi bilan ish buziladi. Shahboz onasini nazorat qilish uchun qo'ng'iroq qiladi. Shahboz erkakni yomon ko'radi. Shahboz hatto e'tiqodli yomon ko'radi. Shahboz onasi xohlamasligini ko'radi. Shahboz aqldan emas, balki onasidan ayblanadi. Onaning bolalari orasidagi bunday kuchlar. Uchinchidan, Ramazonning homiladorligi bo'yicha. Ramazon Zulfiyaga homiladorlikni yashiradi. Zulfiya homiladorligini yashiradi. Zulfiya nomzod emas, uy bekasi. Zulfiyaning uy bekaligi Ramazonning uyati. Zulfiya Ramazonga yomon. To'rtinchidan, onaning qaynotasi. Ona Shahbozning qaynotasiga tasodifan erkak ko'p bo'lsa, hamkasb ko'rmaydi. Qaynota qaynonasi barcha ishlarni shohni qilmasin deydi. Qaynota onaning urushi oila ichida qolmasligini istaydi. Beshinchidan, Ramazon va Zulfiyaning ko'ngilli. Ramazon ko'ngilli. Bu tug'ilajak farzand haqida qaror Zulfiyaning muammosini hal qilmasdan Zulfiya Ramazonni tark etadi va bu homila yo'q. Oltinchidan, Daryo yolg'izligi. Daryoning yolg'izligi uning ichki muammosi. Daryo Ramazonga beradi, Ramazon Daryoga beradi. Lekin Daryoga nimadir berilmaydi. Daryo Ramazonni tark etsa, Daryo jazolangan bo'ladi. Lekin Ramazon oilasi ichida moliyaviy jihatdan oshxonada hayot, oshxonada onaning hayoti, oshxonada onaning qiyin. Daryoning boshqa narsa yo'q deyishi. Daryoning omon qolish uchun Daryo nima qiladi? Daryo Ramazonga qaraydi. Ramazon Daryoni ko'radi. Daryoning aybi, Daryoning Ramazon. Shahboz esa yomon emas. Shahboz onasini qadrlaydi. Shahboz onasining Otabek. Shahboz uning onasini ko'rmaydi. Shahboz onasini ko'radi. Lekin Shahboz qiyin ahvol. Shahboz onasini ko'rsatsa, Shahboz onasini qadrlasa-da, Shahboz onasini yo'q. Keyingi sahnalarda biz shohini ko'ramiz. Shoh va Zulfiyaning kelishmovchiligi. Shohi Zulfiyani yoqtirmaydi. Zulfiya shohni ko'radi. Shohni Zulfiyani ko'radi. Shohni Zulfiyani istamaydi. Endi oldindan bashorat qilamiz. Keyingi qismlar Ramazon oilasida jiddiy o'zgarish bo'ladi. Ota-onaning oilaviy hayotida muhim burilish bo'ladi. Ehtimol Ramazon Zulfiya bilan ajrashadi yoki Zulfiya Ramazonni tark etadi. Ramazonning onasi. Ona endi rozi bo'lishi mumkin yoki onaning roziligi yangilanadi. Onaning roziligi bilan Shahboz janjal. Shahboz onasini xafa qilmaslik. Shahboz o'z roziligini. Daryo singari shaxslar. Daryo Zulfiyaning. Daryo Ramazon. Daryo Zulfiya. Daryo onaning ichki zohirasi. Onaning onasi yomon emas, ammo onaning ichki onasi, onaning ichki daryosi va eng asosiysi onaning bilan muhabbati. Onaning bilan muhabbati bu oilaviy muhabbat emas. Onaning bilan muhabbati bu haqiqiy mehr. Lekin mehr ham ehtiyoj va ehtiyoj ham mehr. Biz 87-qismning barcha istiqbollarini birgalikda tahlil qildik va keyingi qismlarda yuzaga keladigan mumkin bo'lgan voqealarni bashorat qildik. Ramazon, Shahboz, Daryo, ona, Zulfiya va Mohira. Barcha obrazlar o'zaro bog'liq va dramatik o'zgarishlar shu obrazlar orqali rivojlanadi va shunday bir to'fon ichra turib, barcha savollarimizga javob kutamiz. Eshitgan gapingiz yo'qligi, ko'rgan ko'zingiz yo'qligi, bularning barchasi shaharingizda, ko'chada yashiringanmi? Yoinki yuraklarning tubida? Javob kelgusi qismlarda. Kim g'alaba qiladi? Mehr yoki qo'rquv? Ona o'z baxtini tanlaydimi? Yoki onaning bolalari onaning qaroriga bo'ysunadimi?
Ramazonning mojarosi yakunlanadimi? Zulfiyaning siri ochiladimi? Mohiraning dili yumshaydimi? Bu savollarga javob berish faqat qismlarda emas, balki bizning ichki hayotimizda va shu yerda, shu ekranda, shu so'zlar ortida biz barchamiz yashirincha o'z oilamiz haqida o'ylaymiz. Keyingi qismlarda bizni nima kutmoqda? Onaning ichki kurashi, Shahbozning tashqi kurashi, Ramazonning kelajakdagi roli, Daryoning betaraflik xususiyati, Mohi va Kamronning tug'ilajak taqdiri. Eshitdik, ko'rdik, hissasini ham ko'rdik. Endi navbat sizniki. Va biz, muxlislar, yana bir gal ekranga qarab o'tiramiz. Yuraklarimiz Ramazon, ona, Shahboz, Daryo, Zulfiya, Mohira, Kamron bilan. Ular haqida o'ylaymiz. Ular bilan o'ylaymiz. Senga muhtojman nafaqat serial, balki o'zbek oilasining oynasi va bu oynaning har bir parchasi bizning yuragimizning parchasi va biz yurak parchalarini, qalbning parchalarini birlashtiramiz. Har bir so'z yurakning ovozi va biz bugungi tahlil bilan shu yurak ovozlarini yana bir bor eshitdik. Ramazon, ona, Shahboz, Daryo, Zulfiya, Mohira, Kamron barcha obrazlar o'zaro bog'liq va biz ularni eshitamiz va biz ular bilan birga nafas olamiz va biz ularni sevamiz va biz ular bilan birga yashaymiz va biz ekranda ko'z yoshlari orasida har bir so'zning tagida o'zimizni topamiz va o'zimizni yo'qotamiz va yana topamiz va bu aylanish hayotning o'zi va shu hayot senga muhtojman. Va biz bugungi 87-qism bilan bu hayotning ichiga qadam qo'ydik va endi biz ichkarida